Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hop, Vatan Optim Bekbaragida men sizlarga yangi texnika yetib keldi. Sizlarga hozir buni ozgina qisqacha tushuntirish o'tib beramiz, xudo xolasa. Ko'rib turgan bu mata bo'lagimiz 170 7 ta ot uchiga ega bo'lib, yoqilg'isi benzin bo'ladi. Hozirgi ko'pchilik trend bo'layotgan gidrolika eng oson burilishga, agatlarni ichiga, keyin arava tortgan eng osoni bir qo'lda bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. Mana bemalol 90 gradusga bemalol xudo xolasa burilib, sizlarni ancha ishlarni yengil qilib beradi xudo xolasa. Ko'rib turganlaringizdek mana bemalol bir qo'lda harakat qilsanglar bo'ladi. Hop, bu mata bo'lagimiz korobkalarcha kattaroq bo'ladi. Oldingida ko'rib turganingizdek ancha katta va ixcham zo'r ishlangan bo'ladi. Komplektga keladigan bo'lsak, mana agati bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shunga e'tibor berasizlar. Komplektida agatlari plus hop 3 qatordan 6 qator pichog'i bo'ladi. Ko'pchilik nimaga 4 qatorli emas ekan seniki deganlarga akalar, buni bitta sababini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Bu berayotgan pichog'im 60 agat, 90 agat, 120, 40 agatlar hammasiga tushadi. Mana ko'rib turganingizdek nima aytdim, palizi bo'ladi. Bo'shasanglar mana bu ikkitasi 90 agatga tushadi. Bittasi 40 agatga tushadi. Undan plus mana 60 agatga mana ko'rib turganingizdek mana ikkitali bo'ladi. 60 agatga bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. Plus komplektda yana qo'ziq ham bo'ladi, tormozlari. Mana shu ko'rib turganlar hammasi Bekbaragadan xudo xolasa sizlarga chiroyli chegirma holatda qilib beramiz. Buni olganingizdan keyin peredelcha qilaman, 60 agatga u narsa olish kerak degan narsalar bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Mana behijolat hamma narsasini qilib qo'yganmiz ichida. Asha 40 agatdan 60, 70, 90, 120 agatgacha bemalol hamma agatni ichini chopib, bemalol sizlar o'zingizlarning ishlarni bemalol oson qilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik joylarda olib peredelcha qilib, yana 60 agatga narsa olishimiz kerak, pichoq olishimiz kerak demaysizlar. Ko'rib turgan eng hozirgi trendda eng zo'r mata bo'lagimizni. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik akam narxini yoz deganlarga akalar narxi bilan mana shu ko'rib turganingiz eng zo'r mata bo'lib Bekbaragani eng zo'ri xudo xolasa farali bo'ladi. Mana shu